Telegramda bir chatlarga kirib xabar o'qishga ham qo'yishmaydi. O'zi bu bo'lardek ilova emas-da. Yana reklama beradi-ya bunda. Bunga bir iloj topmasam bo'lmaydi. Siz ham shunday muammoga duch kelmaslik uchun Pro Messenger ilovasini yuklab olishingiz kerak. Pro Messenger bu 100% o'zbeklarning ilovasi hisoblanadi. Buni siz Rus Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Rus Store postga kiramiz. Pro Messenger deb yozamiz. Va men yuklab olganman mana. Ishonmasanglar, mana Ismoilov Habibulloh akamiz yaratganlar bu Telegramda. Bunda umuman reklama yo'q. Ishonmasanglar, hozir ko'rsataman. Behayo videolar, ya'ni nima deydi? Behayo reklamalar chiqmaydi. Demak, birinchi bo'lib akkauntimizga kirib olamiz. Xo'p, kirib olganimizdan keyin kodni olamiz. Xo'p, mana kirdik. Hozir internet slabi. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda reklama yo'q. Chiqib mana qayta kirsak ham reklama chiqmaydi. Do'stlar, buning bitta zo'r tarafi, agar sizda akkauntlar ko'p bo'lsa, sizda masalan 5-6 akkaunt yoki bo'lmasam 2-3 ta akkauntingiz bo'lsa, umuman xavotir olib o'tirmang. Bu juda ham oson. Ya'ni bitta kanalni masalan boshqa akkauntlaringiz bo'lsa, barcha hisoblarni qo'shish tugmasi orqali qo'shishingiz mumkin. Hozir bu bug bo'lib qolgan. Agar siz qanchadir vaqtdan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, agar bu video chiqqaniga bir 2-3 kun bo'lgan bo'lsa, demak bu sizda ishlaydi. Ham menda birinchidan bitta akkaunt, ikkinchidan bug bo'lib qolgan. Eshitishlaringiz mumkin. Bu narsani oson qilish uchun nima qilavering? Misol bitta kanalga Pro Messengerga 10 ta akkaunt to'lab qo'ysangiz, bitta kanalga obuna bo'lish uchun o'sha knopkani bitta bossangiz, sizlar 10 ta profilingizdan o'sha kanalga obuna bo'ladi. Qulaylik sifatida qo'shgan edik biz buni. Bu bug bo'lib qolibdi. Bosib chiqib ketib qolgan ilovadan tuzatib qo'yamiz. Shu gaplar do'stlar. Pro Messenger life hacklarini hali ko'rsatib o'taman. Bu yerda inglizcha turibdi. Buni o'zbekcha qilsak bo'ladi. Til menyusiga o'tamiz, o'zbekni bosamiz va